Mana qizlar qaranglar, bolajonimni oyisi tug'ishdan oldin olib keluvdilar. Ya'ni qornlarida olib keluvdilar. Endi tashqariga chiqarib olib kelganlar. Men aytgandim, jigari katta deb, to'g'rimi? Aha, bola qanaqa tug'ildi? Bola yaxshi tug'ilgan, sariq bilan tug'ildi. Sariq bilan tug'ildi, to'g'rimi? Aha, keyin lampalar oldinglar. O'sha uchun qizlar baribir biza taxmin qilib aytamiz, jigar o'lchamlariga qarab, boshqalarga qarab bola sariqlik bilan tug'iladimi, tug'ilmaydimi? Bolangiz qanaqa tug'iladi, tug'ilgandan keyin qiynalmaydimi deb. Hozir ham beryapsiz, qanaqadir dorilarni Holodoxan beryapsiz. Chunki yana hali ham sariqligi bor. Chunki bolajonim tug'ilganda jigarni o'lchami birozgina kattaroq deb aytuvdik, to'g'rimi oyisi? Oyisi ham qiyin o'tkazuvdi homiladorliklari, qiyin bo'luvdi, rosa qiynaluvdilar. Oxirida qonlar ketib qoluvdi, shunaqalar bo'luvdi. Ko'rdinglarmi, baribir bola